Assalomu alaykum do'stlar. Global Consulting kuzgi semestrga eng ishonchli va eng nufuzli sanalgan 1% universitetlarga qabullarni ochdi. Eslatib o'tamiz do'stlar, bu universitetlarga qabul qilingan talabadan elchixona tomonidan hech qanaqa ota-onalik daromadi, 1 oylik KDV bankshot talab qilinmaydi hamda bu universitetlar Koreya bo'yicha top universitetlar. Har bir talaba o'qishda orzu qilgan universitetlar. Hozirda mana oldimda koordinatsiya bo'limi boshlig'i Abdulaziz o'tiribdi. Abdulazizdan to'liq ma'lumot so'raymiz. Oshna, hozir qabul ochiq, ishonchli, 1%li hamda top universitetlar bormi? Albatta, kechadan boshlab, ya'ni martning ilk kunlaridan boshlab juda ham nufuzli bo'lgan Koreya universitetlari, misol uchun Konkuk universiteti shu hafta ochilishi kutilmoqda. Kyongyu universitetlariga qabullar ochilgan hamda kelasi oyda hammamiz bilgan, tanigan Sejong universiteti ham qabullari ochilishi kutilmoqda. Xo'p, qabul vaqtlari qanchagacha cho'ziladi odatda bo'ladi? Odatda top universitetlar qabul vaqti 3 kundan 1 oygacha bo'ladi. Juda ham qisqa muddatda yopiladi o'zi qabullari top universitetlarga. Yaxshi. Abdulaziz, bu universitetlarga topshirish uchun talabamizdan eng kami til sertifikati qanaqa bo'lishi kerak? Xo'p, biz talabadan 1% universitet bo'lishiga qaramasdan atigi 3 topik hamda 5,5 IELTS bo'lsa kifoya qiladi. Qabullar bunaqa erta yopiladigan bo'lsa, bu yil maktab, kollej, litseyni bitiradigan talabalar topshiriladimi? Albatta topshiriladi. Faqatgina hozirda o'qiyotgan joyidan ma'lumotnoma yozdirib kelsa bo'ladi. Bu ushbu talaba aynan shu sanada bitirishi kutilmoqda degan sanani ham отдельно kirgizib qo'yish kerak bo'ladi. Ma'lumotnomaga. Yaxshi. Do'stlar, sizlar ham 1% universitetlarga, top universitetlarda kuzgi semestrda boshlamoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqinglar. Global Consulting top universitetlarga kirgizish bo'yicha chempion. Inshaalloh sizga ham viza zo'r olib beramiz. Ota-onalik daromadi, KDV bankshotlar kerak bo'lmaydi bularga. Shoshilamiz.